bolalarimiz ancha yaxshi natija bilan Dog'istonlarga bordik. Yanvardimizda respublika bo'ladi. Xudo xohlasa shu bolalarimiz chempion bo'lsa, Osiyo o'yinlari bor. Undan yuqori natijalarga Xudo xohlasa erishish niyatimiz bor. Inshaalloh, Xudo xohlasa qilayotgan ishlaringizga ustoz, Alloh baraka bersin. Rahmat. Sizlar ham kelinglar, mana katta sport bilan shug'ullangani. Xudo xohlasa nimalarga qarab trenirovka jarayonida beramiz. O'sha nimadan oshib ketmaydi. Yosh nimalarga qarab. O'zingizlarni tempinglarga qarab, yoshinglarga qarab turib, uprashniyalar berib boriladi. Chempionlarni yetishtirib chiqargan akam. Dushanba, chorshanba, juma kunlari soat 19:00 da kelinglar, maza qilib trenirovka qilinglar. Iloji bo'lsa yoshlarni vaqti bekor o'tmay, sport to'garaklari bor. Ashitlarga borib shug'ullanishlari mumkin. Xolislar mana bu yerda trenirovka, kichik yoshlar, o'rta yoshlar, katta yoshlar degan trenirovkalarimiz mavjud. Ertadan 8 dan kechpay soat 9 gacha kelib mashg'ulotlar shug'ullanishinglar bo'ladi. Hammamiz o'zimizga e'tibor qilamiz. Sog' bo'linglar, kuzatib turganlar. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh.